Assalomu alaykum azizlar, Texno xabar yana efirda. Siz qaysi mamlakatga bordingiz va ushbu mehmonxonada sizga robot xizmat qilsa, nima deysiz? Xitoyda mehmonxonalar uchun yangi robot ishlab chiqildi. Xitoyning robototexnika sohasidagi startapi Flashbot Arm nomli xizmatchi robot yaratdi. U maxsus mehmonxona muhitida ishlash uchun mo'ljallangan. Robot standart topshiriqlarni bajaradi, yuk ko'taradi, buyumlarni yetkazadi va liftda harakatlana olishi mumkin. Eng qizig'i, u mehmonxonalar bilan muloqot qila oladi. Robot ovozli buyruqlarni qabul qilib javob bera oladi. Flashbot Arm kun davomida 8 soat uzluksiz ishlash qobiliyatiga ega. Uning harakatlanuvchi qo'llari va sensorli texnologiyasi tufayli u real xizmatchiga o'xshaydi. Ayni paytda robot bir necha Xitoy mehmonxonalarida sinovdan o'tkazilmoqda. Mutasaddilar esa bunday robotlar mehmonxona biznesida yangi bosqich boshlanishini ta'kidlashmoqda. Salomat bo'ling.